Tak, birinchi so'rov faqat metallardan tashkil topgan qatorni aniqlang degan ekan. Demak, qaraymiz. A varianti rubidiy metal, stronsiy metal, kobalt metal, titan metal bo'ladi. Demak, A varianti to'g'ri ekan. Bu variantda azot, gaz, uglerod metal emas, fosfor metal emas. Demak, qolgan variantlar chiqib ketmagan. To'rtinchi so'rov, biri kislorod bo'lgan ikki element atomidan tashkil topgan murakkab moddalarga deyiladi. Oksidlar deyiladi. Beshinchi so'rov, keltirilgan moddalar ichida oddiy moddalarni aniqlang degan ekan. Demak, birinchisi grafit bu oddiy modda, ugleroddan allotropiya ko'rinishi, gips bu murakkab modda, oxirgi tosh bilan murakkab modda, kalsiy karbonat, tak almas bu oddiy modda, uglerodga fosfor bilan oq fosfor ham oddiy modda hisoblanadi. Muz ko'prisi bu murakkab modda. Bizdan so'rayapti oddiy moddalarda. Demak, javob 1 4 5. Demak, A variant bo'ladi. 9-chi so'rov, quyidagi qaysi oddiy moddalar uchun molekula va atom tushunchalari bir xil bo'ladi deb so'ralgan. Tak, azotni qaraydigan bo'lsak, azotda atom tusnugi ham molekula tusnugi bor. Demak, ikkovi ikki turli bo'ladi, ikki xil bo'ladi. Azotni olmaymiz. A variant xato. Xlorda da xlor atomi bor, xlor molekulasi bor. Bu ikkovi ikki turli bo'ladi, so'ng shuni olmaymiz. Vodorodda vodorod atomi bor, to'g'ri, vodorod molekulasi bor. Ikkovi ikki tur. Bir xil bo'la olmaydi, so'ng shuni C variant ham xato. Tek argonda bo'ladi, javobda bo'ladi. 17-chi so'rov, keltirilgan moddalar ichida murakkab moddalarni toping deb so'ralgan. Demak, qaraymiz. Birinchisi oq fosfor bu oddiy modda, fosfin murakkab modda. Demak, bizdan murakkab so'ralgan. Kalsiy fosfit bu murakkab modda, qizil fosfor bu oddiy modda, fosfat kislota murakkab, qora fosfor oddiy modda deymiz. Tak, endi javob 2 3 5 javobda bo'lar ekan. 19-chi so'rov, faqat murakkab moddalardan tashkil topgan qatorni aniqlang deb so'ralgan. Demak, qaraymiz. Birinchisiga metan murakkab, amak murakkab, malahit murakkab. Demak, murakkab. Ikkida suv murakkab, fosfor murakkab, azot oddiy modda, demak 2 xato. Uchta azon, olmos, grafit oddiy moddalar, karbon oddiy modda, malahit, marmar, suv bu murakkab modda. 1-5 javob B. 29-chi so'rov, tak, keltirilgan moddalar ichidan bitta oddiy deydi va ikkita murakkab moddalar keltirilgan qatorni aniqlang deb so'ralgan. Demak, fosfin murakkab modda, amak murakkab, suv bular murakkab modda bo'ladi, ya'ni quramodlar hisoblanadi bular. Tak, metan murakkab, etan murakkab, karbon oddiy modda. Demak, javob B bo'ladi ekan. C variantda azot, azon deganlar bular oddiy moddalar hisoblanadi. Tak, D variantda olmos, oq fosfor deganlar bular ikkovi oddiy modda hisoblanib ketganda, so'ng shu xato. Tak, 30-chi so'rov, keltirilgan moddalar ichidan deydi ikkita oddiy, bitta murakkab moddani aniqlang degan. Tak, A variantda fosfin murakkab, amak murakkab, suv murakkab bo'ladi. Xato. Bu variantda metan, etan, karbon. Ikkita murakkab, bitta oddiy. Bu ham xato. C variantda azot, azon, ksenon deydi. Demak, bu shu yerda avoidlar oddiy moddalar kirmaydi.
Bu variantda olmos, oq fosfor deydi. Demak, ikkita oddiy is gazi, bitta murakkab modda bor ekan. Demak, shu yoqda bo'ladi ekan. Demak, 33-so'rov qon evishini va qon hosil bo'lishida ishtirok etuvchi kimyoviy elementlarni aniqlang degan so'rov tushgan. Demak, qon evishida kalsiy, qon hosil bo'lishida kobalt. Javob bo'ladi ekan. 34-so'rov palag'da tuxumi hidini gazini toping deydi. Demak, palag'da tuxumli hidli gazni topimiz kerak ekan. Tak, bu maktab saboqlarida aytilgan. Vodorod sulfid bo'ladi bu. Vodorod sulfid rangsiz, o'tkir, palag'da hidli gaz hisoblanadi. Zaharli gaz bo'ladi bu. Shu bo'ladi ekan. Tak, 35-so'rov eng issiqqa chidamli elementni aniqlang degan ekan. Tak, bu yerda eng issiqqa chidamli elementimiz bu volfram bo'ladi. Shu issiq bo'ladi. Volframning issiqqa chidavi gradusi 3410 gradus issiqqa chidaydi. Burun bu lampochkalarning ishida solinib, so yaxtiliq beruvida ulkan plus ko'rsatmaydi. 36-so'rov suvdagi mikroorganizmlardan suvni tozalash uchun nima qilish kerak deb so'ralgan bu yerda. Demak, alyuminiy tuzlarini qo'shish kerak bo'ladi. Shu yoqda bo'ladi. Bu teoriyalik ma'lumotlar berib o'tilgan kitobda. 37-so'rov kimyo xonasida xavfsizlik qoidasi to'g'ri ko'rsatilgan javobni toping debdi. Yonuvchan moddalar tajriba stolida ortiqcha miqdorda saqlanishi kerak deydi. Demak, A variantda yonuvchan moddalarni tajriba stolida ortiqcha saqlaydigan bo'lsang, yong'in kelib chiqishi mumkin. Bu A variant haddi. Bu variantda tajriba tugagandan so'ng gaz, elektr va suv tarmoqlarini berkitish asboblarini o'chirish kerak deydi. Bu to'g'ri. Idishdagi qoldiq moddalarni rakvinaga oqizib yuborish kerak deydi. Bu qat'iy. Rakvinadagi zotlar reaksiyaga kirib ketib, portlovga tushishi mumkin. Kislota eritmasi tayyorlanayotganda yaxshi aralashmay qolsa, qo'l bilan aralashtirilishi kerak deydi. Bu qo'l bilan aralashtiruv ulum va qat'iy. 38-so'rov argentit formulasi qanday deb so'ralgan. Demak, argentit formulasi A variantda kumush sulfid bo'ladi. Demak, bu saboqlarda berib o'tilgan. 39-so'rov muz kuprusning dedi qanday rangda bo'ladi dedi. Qanday rangli modda deb so'ralgan. Demak, muz kuprusining rangi bo'ladi ko'k rangda. Javob bu bo'ladi. 40-so'rov qaysi modda neftni tozalashda ishlatiladi deb so'ralgan. Tak, neftni tozalovda ishlatiladi suyuq sharoitdagi SOEK. 41-so'rov qaysi biri zaharli gaz deb so'ralgan. Demak, zaharli gazda saboqlarda berib o'tilgan. Demak, xlor atomlari o'tkir, hidli, zaharli gaz. Demak, shu A bo'ladi. 42-so'rov keltirilgan oksidlar orasidan faqat asosli oksidlarni aniqlang deb so'ragan. Demak, asosli oksidlarimiz bo'ladi natriy, kaliy, kalsiy, magniy, bariy oksidlari ham boshqalar kiradi. Demak, shu bo'ladi natriy oksid, kaliy oksid, bariy oksid.